Biz bugun ikkinchi kuni Liechtenstein degan qirollikka kelganmiz. Hozirgina turizm markazidan chiqib, endi hozir biz bu yerda ozgina videolarni ishladik. Mana bu tepada turgan, ko'rsatib o'rasizlar. Mana shu zamokka, ya'ni eski binosi chiqamiz, hozir birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Yuringlar. Qaranglar. Mana shu binoda hozirgacha odam yashar ekan. Bu orqamizda turgan qasr 16-asrdan beri bor ekan. Biz ichkari kirmoqchi bo'lganimizda kirgizishmadi. Chunki bunga yarasha sabablari bor ekan. Ishonsanglar, agar bu yerda Liechtenstein shahzodasi hozirgacha oilasi bilan shu yerda yashaydi ekan. Mana shu qismida yashar ekan. Eng insonlarning o'ziga tortadigan tarafi bu havo tozaligi va yer sathidan juda ham balandda joylashganligi. Ya'ni mana shunday kamerani olib kelib ko'rsatishingiz mumkin. Mana shu Liechtensteinning joyi bo'ladi. O'zi dunyoda eng kichkina davlat, bitta shahari bor, u Liechtenstein hisoblanadi. Liechtensteinga faqat pechat uchun emas, balki mana shunaqa tabiati, mana shunaqa istoriyasini ko'rish uchun ham bir qator kelib ketinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi manzilimiz Shveysariya bo'ladi.